Assalomu alaykum qadrli ustozlar va o'quvchilar va abituriyentlar. Hozirgi videomizda sizlar bilan 15-iyul 2026-yil 1-smenada tushgan majburiydagi savollarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi savolni boshladik. To'rtburchakni eni bo'yidan 2 marta uzun, to'rtburchak yuzasi 18 cm kvadrat bo'lsa, uni bo'yini toping debdi birinchi savolda. Demak, bitta tomoni ikkinchi tomondan 2 marta uzun bo'ladigan bo'lsa, bizda bitta tomoni 2x bo'ladi, ikkinchi tomoni x. Ikkalasini ko'paytiryapmiz, chunki to'rtburchak yuzasi eni va bo'yini ko'paytmasiga teng bo'ladi. Demak, mana shu narsa 18 ga teng bo'lishi kerak ekanda. Endi 2 bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tsa, x ko'paygan x'imiz 18 ni 2 ga bo'lsak 9 da. Bundan kelib chiqadi, qaysi sonni o'zini o'ziga ko'paytirsak, demak 9 chiqadi. Bu bizada 3. Demak, bundan kelib chiqadi x teng 3 ekan. Endi e'tibor beramiz, eni bo'yidan 2 marta uzun degan. Demak, eni uzunroq ekan. Bizdan bo'yini o'zini so'raganda, bo'yini x ni o'zi deb olgan edik. Demak, javobimiz nima bo'ladi? 3 ni o'zi. Xo'p, keyingisi asosi 5 burchak bo'lgan piramidani nechta yoq mavjud degan. Demak, xo'p, 5 burchak qilib chizib olsak, mana 5 burchak bo'ldi. Endi mana bunday ko'rinishda bo'ladi-da piramida. Xo'p. Mana bu yeri 3 bo'ladi. Demak, mana shunday ko'rinishda bo'ladi piramida. Endi shuni yoqlari sonini so'ragan. Yoqlari bizda uni tashkil qilgan barcha devorlari, asosdagi devorlar soni desak bo'ladi. Demak, bitta devor mana asosida 5 burchak bor va mana bu tomondan chiqqan har bitta shu asosdagi bitta tomonni har bittasidan chiqqan 3 burchaklar bo'ladi. Demak, bunda 5 ta bo'lgandan keyin har bittasidan bitta 3 burchakcha chiqsa, yon yoqlari jami 5 ta 3 burchakcha bo'ladi-da. Demak, pastki asosi bitta bo'lgani bilan ikkalasi 5 qo'shilgan 1 jami 6 ta bo'ladi. Demak, bizda yoq mana shunday bo'ladi. Uchinchisi, Akmal va ukasida jami 112 ta yong'oq bor. Akmal ukasiga 19 ta yong'oq bersa, ikkalasining yong'oqlari teng bo'ladi. Dastlab Akmalda nechta yong'oq bo'lgan deyapti. Demak, Akmal va ukasi bu. Endi aytyapti, Akmal ukasiga 19 ta bersa teng bo'ladi. Demak, Akmalda x qo'shilgan 19 ta deyman, ukasida x ayrilgan 19 ta deyman. Nimagaligini endi tushuntiraman. Ana bu Akmaldan 19 ta ketsa, x plus 19 dan 19 ketadigan bo'lsa, x ni o'zi qoladi. X minus 19 ni ustiga 19 ta kelib qo'shilsa, mana bu 19 ni x ni o'ziga aylantiradi. Shunda teng bo'lib qoladi. Demak, ikkalasini mana shunday ko'rinishda tanlashim mana bu 19 ta farq qilishidan kelib chiqdi. Endi ikkalasida jami 119 ta degan. Demak, ikkalasini qo'shsam, x qo'shilgan 19, x minus 19. Qo'shilgan 19 bilan ayrilgan 19 0 bo'lib ketadi. Demak, 2x ni o'zi 112 ga teng ekanda. Bundan x ni topsak 56 chiqadi. Endi bizdan nimani so'ragan edi? Akmalda nechta yong'oq bor? Akmalda x qo'shilgan 19 deydi. Demak, 56 qo'shilgan 19 ni topishim kerakdimi? Bu bizda 75 ga teng. Demak, 75 ta bo'lar ekan. To'rtinchisi hisoblang degan. Demak, oddiy bo'lish bu. Demak, kasrga bo'lish bo'lyapti. Buning uchun birinchi noto'g'ri kasrga aylantiraman. Birinchi kasrni. Buning uchun mahrajini butun qismiga ko'paytirib, surat qo'shilib suratga yoziladi. Mana 3 kara 1 qo'shilgan 2 5, mahraji esa 3 ni o'zi. Bo'lish 5 ni 5 bo'lingan bir ko'rinishda kasr deb yozishim mumkin. Bo'lishni endi biza ko'paytirishga aylantirib, shuni teskari qilib yozishimiz mumkin. Mana. Endi 5 lar qisqaradi, 1 taqsim 3 chiqar ekan. Beshinchisi, bir oy davomida jami 2000 ta xaltada olma tarqatildi. Agar har xil
xaltani ichida 300 har bir xaltani ichida 350 grammdan olma bo'lsa, bir oyda jami necha sentner olma tarqatilgan deyapti. Endi 350 gram bo'ladigan bo'lsa, bittasida shundan 2000 ga tarqatilibdi. Endi 35 kere 2 70 bo'ladi. Bunda bitta 0 va uni orqasida 3 ta 0, jami yana 4 ta 0 orqasiga. Mana shuncha gram bo'lyapti-da bu. Endi buni sentnerga o'tkazishimiz kerak. Bizada 1 sentner o'zi nimaga teng? 100 kilogramni beradi. 1 kilogramni o'zi esa 1000 gramga teng. Demak, bundan kelib chiqadi, ikkalasi bir-biridan o'tsa, ya'ni 1 sentnerimiz 100 ko'paytirilgan 1000 gram bo'lar ekan. Bu degani 100 ming bo'ladi. Ya'ni 1 ning orqasida 5 ta 0 gram. Bundan kelib chiqar ekan 5 ta 0 ni o'chirsam, hozirgi javobimdan menda sentnerga o'tar ekanda 5 ta 0. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Demak, nima bo'ldi? 7 sentner bo'lib qolar ekan. 6. Bug'doy yanchilganda undan 75% un olinadi. 6 sentner un olish uchun qancha kilogram bug'doy kerak bo'ladi deyapti. Endi e'tibor qilamiz. Misol uchun 1 kilogram bug'doy yanchilsa 75% deyapti, 750 gram un olinar ekan. 6 sentner endi mana shu 75% bo'lishi kerak-da. Qaysidir massani. Demak, u massani men bilmayman, x deb olaman. Shuni 75% 6 bo'lish kerak deyman. Endi mana shu x ni topish kerak. X ko'paygan. 75% ni kasrga o'tsak 3 taqsim 4 ga teng, tenglik 6. Endi x ni topishim uchun 6 ni nima qilaman? 3 taqsim 4 ga bo'lishim kerak. Bu degani 4 taqsim 3 ga ko'paytir degani. Endi bundan x ni topadigan bo'lsak, 6 bilan 3 qisqarsa 2, 2 kere 4 bo'ladi. 8 bo'lar ekan. Demak, 6 sentner un olish uchun 8 sentner nima qilish kerak ekan? Bug'doy kerak bo'lar ekan. Demak, mana bu yerda bitta adashib ketdik. Mana bu yerda 6 sentner degan ekan. Bu yerda esa kilogram bergan ekan. Demak, bizning javob nima chiqdi sentner deganimiz uchun? Qo'yib shoshmaylik, 8 sentner chiqdi. Kilogramda so'ragani uchun yuqorida ko'rdik, 1 sentner 100 kilogram dedik. Demak, 800 kilogram bo'ladi. Mana shu yerga e'tibor qilish kerak. Mana bu 8 sentner biza sentnerda hisoblab topdik. Javobda kilogramda so'ragan. Xo'p, 7-savol. Quyidagi tengsizliklardan nechtasi to'g'ri deyapti, noto'g'ri degan ekan. -4 -13 dan katta deyapti. Bu to'g'ri-da. Demak, buni ola olmaymiz biza. Ikkinchisi, nechtasi noto'g'ri degan. -30 -29 dan katta degan. Bu noto'g'ri. -29 katta-da, buni olishimiz mumkin. 3 6 0 dan katta degan. Bu to'g'ri, buni ola olmaymiz. To'rtinchisi -2025 -2026 dan katta degan. Bu ham to'g'ri. Demak, bizada nechtasi degan edi? Bittasi deb javob beramiz. 8. Tenglama nechta ildizga ega debdi. Demak, bu tenglamani yechish uchun birinchi tomonni o'zini yozib olaman. Ikkinchi tomonni qavsni ochib chiqamiz. Ikkalasiga ham ko'paytirib chiqib 3 ni birinchi x ga ko'paytiraman 3x, ayirish o'rtada 3 ni 1 ga ko'paytiraman 3 -6. Endi e'tibor qilamiz. Ikkala tomonda ham 3x bor. Bir xil qo'shiluvchi ikki tomonda bir tomonga o'tkazgan paytimiz yo'q bo'lib ketadi. Demak, bundan kelib chiqadi 3x lar yo'q deb tasavvur qilsak bo'ladi. 4 barobar minus nima bo'ladi? 9. Endi bizada x yo'qolib ketdi. 4 - 9 ga tengmi? Yo'q, bu xato. Demak, bundan kelib chiqadi x ga bog'liq emas va noto'g'ri tenglikka kelib qoldimi tenglama? Tenglamamiz yechimga ega bo'lmaydi, ya'ni bo'sh to'plam. 9. Chizmada to'g'ri burchakli parallelpetning yoyilmasi ko'rsatilgan. Agar ushbu yoyilgan shakl yig'ilsa, hosil bo'lgan jismning hajmi qanday bo'ladi? Demak, yoyilmasiga e'tibor qilamiz. Xo'p, bu yerda chizma xato bo'lib ketgan ekan. Mana bu qism yo'q bo'lishi kerak. Mana bu qismchasi ortiqcha. Mana bu yerni o'ng deb olamiz. Nimaligini hozir ko'rsatib beraman. Demak, mana bu tomon yig'sak qayta yon yoq bo'lib qoladi, yuqoriga ko'tariladi.
Buni qarshisida mana bu bo'lib qoladi. Bu esa yig'iladi-da mana buni tom qismi bo'ladi. Yana mana buni qarama qarshisida turadi. Endi bu ikkalasi yon yoqqa yig'iladi yana. Mana bu ortiqcha bo'lib qolyapti, shu uchun bundan kelib chiqadi hajmi, parallelpedni hajmi 3 ta tomoni bo'lsa A, B, C o'shalarni ko'paytmasiga teng. Demak, bunda mana bu bitta tomoni 10 bo'lib qoladi. Bitta tomoni mana bu yeri 6 bo'lib qolyapti va bitta tomoni 4 bo'lib qolyapti. Bundan kelib chiqadi bu 240. Mana shunday bo'lar ekan hajmi. Oxirgisi 10-chisi ifodani soddalashtiring debdi. Demak, bu 5x ni y ga ko'paytirsak 5xy bo'ladi. Ayrilgan 3x ni 2y ga ko'paytirsak 6xy bo'ladi. Qo'shilgan 2xy. Endi 5 tadan 6 ta ayrilsa minus xy, 2 tani qaytib qo'shsak faqat xy ni o'zi bo'lib qoladi. Demak, mana shunday. Shu bilan 15-iyul 2026-yil 1-smenada majburiyga tushgan yana bir o'ntalik savolimiz yechimini qilib bo'ldik. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting, kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, sharh qoldiring. Bu faqat biz uchun motivatsiya bo'ladi va keyingi videolarimiz bardavom bo'lishi uchun foydasi tegadi. Shu bilan videomiz tugadi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.